Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Qoraqalpog'iston chegarasi qachon ochiladi degan savollar bo'lyapti. Shu o'rinda hozir qisqagina mana dalniboyishga fura haydaydigan haydovchilarimizdan videolar tashlaryapti. Shu bilan sizlarni ham bo'lishib o'taman. Vaziyatdan o'zlaringiz ham xabar topinglar. No, ko'rinishiga qaraganda bu hali 1-maydan ochiladiganga o'xshamaydi, chunki hali ham demontaj ketyapti. Hali remont boshlanmagan, hali ham buzish ishlari bo'lyapti. Xullas, juda ham nima deydi, yaxshigina remontdan chiqadi, faqatgina muddati cho'ziladi degan bo'lyapti ekan do'stlar. Xullas, videoni ko'ringlar va reaksiyalaringizni qoldirasizlar kommentariyada. Vallahi xudo xolasa vatanimizga ham keldik, uyimizga. Eshigimizni teyindan turibmiz nasib etsa, bu yurt turan gransiyalarimiz Dog'tapa gransiyasi bo'ladi. Bu yondagisi esa arkadagisi Qozog'iston tarafi, Tojin. Yurt tursalar ish yetib turibdi. Hali ishchilarni ko'rmadik qudan, lekin ish yetib turibdi. Garansiya hali bitmagan. 1-maygacha nikot iloji yo'q bitishini. Garansiyani içindekilerden soradık. Şöyle yürüyen pagrana bolsan, ya bo'lmasa soldatı bolsan, shulardan soradık. Hech qaysisi bilmaydi qachon ochilishini. Endi bilsam ham aytmaydi. Bilinmez dedi. Shuning uchun aqayim bolalar bir 3-4 oy siz ochilmasa kerak bu menimcha.